Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Herhalde xabar topqansizlar. Rizvangul adimiz Turkiyaga techaman yenib keldi. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu yerda chiqishimning sababi bir necha narsani aniqligim bor va bundan keyin qanday qilishimiz ekanligini bir necha tavsiyada bulunaman. Birinchisi qarindoshlar, afsuski boshqasi mushu gapni degan bo'lsa o'tkazib o'tdim. Ammo buni Mehmet To'xti apandi degashga men buni tushuntirishga majbur qolib qoldim. Endi Mehmet To'xti apandiga kelsak, sizning Uyg'urlar uchun kuyayotganingizga hech kim shubha qilmaydi va nurg'un insonlar sizdan Alloh rozi bo'lsin degiklik Kanadadagi mushu Uyg'urlarning panonliq ishlamlariga hal qilganingizga mushu butun dunyo hatto sizning dushmanlaringizmi sizga qul qo'yg'uliq mush ishga kelgan chog'da. Lekin ma gapingiz qat'iy to'g'ri emas. Billah anlab chiqaylik. G'arb davlatlardan bir davlatga adam qaytirish belgilik protokol, belgilik rasmiyat bilan muqimlashgan bir ish o. Seni qaytirdik deb aeroplan sab qo'ymaydi. Oldi bilan qaysi davlat qaytarmoqchi bo'lsa, shu davlatning elchixonasi bilan aloqalashadi. Germaniya bir adam qaytargan bo'lsa, Germaniya shu odamning butun ilqi aloqalashadigan shu qaytarmoqchi bo'lgan davlat shularning nimasi hamma taraf kelishib bo'lgandan keyin anadan keyin Germaniya tarafdan ikki soqchi Xitoyning elchixonasidan bir adam aeroportga berib, uni nim qilib, andan keyin Xitoyga borganda kim kutib oladi, uni imzo qo'yishib qilgan shu. Okay. Bay degandek, sizni Alloh rozi olsun, siz onun Uyg'urni akilyapsiz Kanadaga va akamakchi. Ammo ma gapingiz xato. Qarindoshlar, bu yerda ikki hukm bor aralashtirib qo'ygan. Birinchi hukm extradition qarindoshlar. Extradition degan bir davlat yana bir davlatdan puhrasini talab qilgan chog'da, masalan Xitoy hukumatı 2015-yili o'sha Tailand hukumatidan sizlar tutib turayotgan Uyg'urlar terrorist, bular anda jinoyatchi, bunda jinoyatchi deb degashga Xitoy buni talab qildi. Tushunami? Belki her qanday bir davlat talab qildi bir atalmış jinoyatchini. Talab qilgandan keyin bu tutib turayotgan bir davlat tekshirdi buni. Rost jinoyatchimi emasmi, qanday bo'ldi? Agar buni qaytarib bersak, hayotiga daxl qilamdi degandek. Andan keyin bu shu chaqda masalan 2015-yili bu Uyg'urlarni qaytarib bergandan keyin voy bularning bir taraf sotlaymiz, işte turmaga nim qilamiz deb o'tamaymiz deb so'z beramdi. Shu chaqda sili degandek Mehmet To'xti aka, ashunda ikki soqchidan har bir jinoyatchining yeniga o'tag'izib aeroplanga sap opurdu. Bunu extradition deymiz. Bu sotlar hal qildigan narsa, jinoiy sotlar qildigan ikki davlatning kelishimi bo'yicha mushu jinoyatchilarni extradite qildi, deport qilmaydi. Chunki deport, mana bu deportation masalasi bor. Bu deportation kelimasi qarindoshlar, birsi bir davlatga qonunsuz bir shaklda va yoki vizasiz yashayotgan bo'lsa va yoki vizasi o'tib ketgan bo'lsa, o çağda köşmeller işleri buldu. Köşmeller idaresiga bardı. Bu köşmeller idaresi sürüştürdü. Bu kişi nimdep bizden devletimize kanunsuz bir şekilde kırdı. Veya ki hata vize ap kırdı. Veya ki vizesiz kırdı. Veya ki vizesini uzunrak turup kaldırıp sürüştürdü. Bu panalık tilgücü mü? Bu buraya qiychivatamdı deb sürüştürdü. Sürüştürüş ceriyanda navada o panahlıqı veya ki buldu, tursa buldu desa turib qoldi. Agar deport qilishga majbur bo'lib qolsa, ya'ni chiqarib etishga majbur bo'lib qolsa, o'zining eng oxirgi iqomat bilan yashayotgan davlatiga va yoki o'zining puhraligi bo'lgan, garajdanli bo'lgan davlatiga avatiladi. Bu extradition emas, bu deportation. Shuningga siz degandek Mehmet To'xti aka, siz degan bu extradition bo'lmadi. Ya'ni bir davlatdan yana bir davlatga, ya'ni bir jinoyatchini o'tkazib berish bo'lmadi bu yerda. Buni extradition deymiz. Bu yerdagi masala bu Germaniya davlati, asli eng cho'ng masala bu Germaniya davlati Xitoyga qaytirib berilgan masala bo'ldi. Shuning bu shu ikki hukmni obdan bilib olaylik qarindoshlar. Asli men buni demaydim, lekin Mehmet To'xtidek mushu ko'chmanlar siyosatini asli obdan bilishga tegishlik qarindoshimiz bo'lgandan keyin va mushu Kanadadagi Uyg'urlar masalasini hal qilgandan keyin bu adamning gapi rost deb sizlar ishni qilmasinglar uchun men buni deyishga majbur bo'ldim, tushunishga majbur bo'ldim. Tordagi har qanday birisi boshqa degan bo'lsa men bu tushunishni bermaydim. Shuningga qaytadan extradition
ve deportation'ın farkını bileyli. Buna ait mühim bir fark kardeşler. Lekin bu Rızvangül adımız extradite bulmadı. Deport oldu. Yani bu mesele her kandak bir Uygur emas. Her kandak bir normal köşmen buluş şekilde muamele kılındı. Meselen Amerika'da Muşu yılın ahırgıça tahminen 600 bin kişi Amerika devletinden çıkarılıp etiyordu. Yani deport kılındı. Extradite kılınmaydı. Oylap yakınlar kardeşler. 5-600 bin kişi deport kılınsa olağa her birisiga 2'den sakçı, 1'den konsulxanda ekası bu qana buldu. Mesela ökenki yılmı Germaniyadan 20 bin adam deport kılınıptı. Ma yılımı onundan işip gitmiş. Bu qandasığı şunçikçik sakçıya her bir konsulxana aloqalish bu iş tügmeydi bu kardeş. Bu sans bir jihatdimi o'ylab yiqinglar. Bu tamamen mantiqsiz. Yana birisi bir köşmen viza ortiq turib qolsa yoki qonunsiz turib qolsa, har bir köşmenni bak men sening puhrayingni biz davlat sirtida avatdiq, yo'lga sabatdiq deb xabar qilmaydi unda. Deportationlarga xabar qilinmaydi. Extraditionlarda rasmiy sotlashib sili degandek shik soqchini bekitib konsulxonadan aningizni oyiga borgandan keyin uyadagi soqchilar ap munda qilindi. Shu diqqat qilsanglar, madoram Taylanddan bizning qarindoshlarimizni qaytarib o'tgan chog'da extradite demedi. Abayim dedim, extradite bir jinoyatchilarga qilingan ish. Biz Tayland biz deport qildik deydi. Chunki bu Uyg'urlar Xitoy garajdani bular Taylandda turdigan haqqi yo'q. Shuningga biz Xitoy so'z berdi, bu anigiza apagan chog'dimi shu Uyg'urlarni o'zinglar ko'rdinglar. Aeroplandan tushgan chog'da qora xalta bilan tushmadi. Taza tuqqanlarni akagizib, quchoqlashtirg'izib, bunday shaklda muomala qildi. Yani o'zimiz bilamiz, u bir o'yin, lekin qog'oz ustida extradite qilmadi, deport qildi. Qog'oz ustida bo'layotgan ishchimi? Men shuningga men ikki fikrim bek muhim. Bu qandasıga muşta rahat bir şekilde qanda bir Uygurni Xitoyga qaytaralaydi degan chog'da qardaşlar, birinchi sabab Xitoyning qilingan tashviqoti va hukumatlar aro qilingan diplomatik munosabat. Ikki, vatanga berib kelayotganlar tufayli. Qara Uyg'urlar vatanga berib kelyapti, tuqqanlarini yo'qlayapti. Tuqqanlarini qanday yo'qlay oladi? Chunki ularning tuqqanlari lagerda emas, ularning tuqqanlari turmada emas, ularning tuqqanlari qandasıga bir inson haqlari jinoyatlarini yashayotgan va yoki irqiy qirg'inchilikni yashayotgan bir xalq, qandasıga bu Germaniyadagi va yoki G'arbdagi har qanday bir Uyg'ur tuqqanlarini yo'qlab, techaman qaytib kelib, hech qanday ish bo'lmayotdi deb ya bir shikoyat qilgani yo'q. Bu vataniga berib kelayotganlar jinini olqonga olib turib berib kelib, hech qanday State Departmentga yetkazma itibar yasınladık. Bunda insanlar bunda qilmagan ekan, bu mu bir cho'ng bir sabab. Üçüncüsü özümüzning, yani bizning tashkilotlar bo'lsin va yoki o'zimizni ishqa Uyg'urlar uchun Uyg'urlarni temsil qilyapman, Uyg'urlarning ishini qilyapman. Bu ishning ichida mamuba. Biz yetarlik qilolmadik, yani ishimizni yaxshi qilolmadik. Shuningga endi biz anglitib bo'ldik deb o'ylaymiz, demakki, yani yetarlik bir shaklda anglamabdik va yoki anglag'iz kamidi. Yani müşta bir neçə səbəb var qardaşlar. Təşkilatlar qanday qilishimiz kerak? Endi qardaşlar, qaytadan tavsiyam Germaniya bo'lsin, Amerika chiqib dunyodagi har qaysi men Uyg'ur uchun ish qilyapman degan tashkilotlar qaytadan hukumatlar bilan ko'rishib, ochiq shaklda mushu o'zimizda turishliq hukumatlarning Xitoyga bo'lgan ko'z qarashlarini, ya'ni Uyg'urlar bu davlatga kelsa qarshi olamsizlar deb buni ochiq bizning hala uyada bir inson haqlari jinoyatlari, bir irqiy qirg'inchilik bo'layotganini qayta ta'kidlab, qaytadan jakarlab, qaytadan mushu davlatlardan so'z elishimiz kerak. Bu birinchi qadam emas Germaniyada bo'lgan. Bu 2018-yili 4-oyda bir 22 yoshlik bir Uyg'ur qarindoshimiz, ismini bilmaymiz. İsmini bilmesinin asas sebebi tuqqanları yok mu Rızvangül adimizdek. Kızı boğaşqa qutulub qaldı. Lekin şu çağda 2018'in 4. aylarda bir 22 yaşlıq bir Uyghur yaş qaytılıbdı. 4 aydan keyin 8. ayda bunun xabarini tapqan. Şu çağda Germaniya hükümeti biz yana bir qitim söz berimiz, biz hech qanday Uyg'urni qaytamaymiz deb söz beribdi şu çağda. Ama ma ikinci qitim bo'lgan. Shuningga azı təşkilatlar dərhal hərəkətə ötüb, Tashqi ishlar ministrligi bilan nereden görüşüb, qaytadan bir söz elish kerak. Bopmu Amerikadagi yerda.
Tüninkü xabar ko'rdinglar, Trump degan Xi Jinpingni maqtab, kechga men Xi Jinpingdek bo'lgan bo'lsam degandek nim bo'tadi. Shuning bilan Amerikaning siyosati o'zgarib qoldimi, boshqa davlatning o'zgarib qoldimi, buni bilish kerak. Qarindoshlar shuni bilishimiz kerakki, faqat Rizongul emas, bu yerda hozir vatandimi nurg'un qarindoshlarimiz chiqib panolik tilovatdir, Yevropalarda, Amerikalarda, Avstriyada panolik tilovat bu ish bo'tadi. Ikkinchisi, Xitoy pasport masalasi qarindoshlar. Turkiyada afsuski, Xitoy pasportingiz bo'lmasa, iqomat olamaysiz. Iqomat olamay, insoniy iqomat olib qolsangiz, nurg'un cheklamalar bor. Hatto shu Turkiyadagi sizni atamayman, lekin faoliyatchilarmi, da'vogarlarmi Xitoy pasportini yig'layotdi. Ashta bo'lib ketdi, ashaga siqishtiryapti. Shuning buni ortiqcha o'ylaganning hech bir nimasi yo'q qarindoshlar. Bu yerdagi asos tutgan nuqta endi Germaniyaga siqishtirib, sen yemidab bir Uyg'ur, o'zi bir Uyg'ur turib, xonda sig'a mushu Rizongul adamizni aldab turib, kap mushu hukumat binosiga soat palonchida kap uyini bostirib, uyini tutib turayotgan yerda bostirib turib, qanda sig'a mushta tizbi shaklda avatildi. Mushu savollarni shu yerdagi tashkilotlar mushu surishini qilish kerak. Germaniya hukumatiga besim tushish kerak. Chunki bu qat'iy to'g'ri emas. Alhamdulillah hayoti saqlanib qoldi bu, lekin bu qat'iy to'g'ri emas qarindoshlar. Shuningga muhim bo'lgan savol, nimada bir panolik tilgichini Germaniya hukumati qaytara oldi? Boshqa davlatimiz Germaniya. Boshqa davlat bo'lgan bo'lsa, O'rta Sharq, Turkiya bo'lsa-ku, bunda Xitoyning bismi deb tushunsak, lekin bu Germaniya bo'lgandan keyin buni cho'qim aniqlab berish kerak endi. Chiqib qanday bo'lmasin qarindoshlar diqqat qilaylik. Ishonchlik insonlaringlarga, mesela Amerikada deb esak, men o'tganki videomda deb aytgan chaqda, mushu alien numberingiz tasodifiy boy degandek bu ICE'ning soni jiqiyotidi, so'roqsiz bir shaklda insonlarni qaytarib o'tish markaziga olib boryotidi. Xudoyim saqlasin, hozirgi Trump hukumatining ko'chmalar siyosatida Germaniyada bunday qilgan bo'lsa, Alloh saqlasin, ishqilib, ortiq yaqmay Alloh saqlasin. Ortiq yaqlashning hech bir hojat yo'q. Muhim bo'lgan qarindoshlar, bu shu panolik tilgichilarga nisbatan vaqti-vaqtida shu panoligingizga doir cho'qim advokat tuting. Tutgan chaqda advokat bilan to'xtamay, qanday belgilar talab qilgan bo'lsa, vaqti-vaqtida yetkazing. Degandek inshaalloh bu ishlar yana bir qitim yuz bermagay. Yana bir yana muhim nuqta qarindoshlar. Mushta voqealar chiqqan chaqda nurg'un insonlar mushu shaxsiy fikrlarni qo'rqmay va yoki bilib turib shu sosyal media taratqularga yevitir ekan. Bu Xitoyga obdan manba bo'lib berdi. Bu yerda ilqi g'aybat taqtirgan yerga emas, bu insonlarni ishqib bir foydaliq qanday qilib qutqiza olamiz. Bu masala kelgan chaqda nurg'un insonlar xuddi bu Rizongul qarindoshimiz bo'lsa shu Xitoy turmasida yassa, lager kirib kelsa, yo'qolib ketsa, xo'sh bo'lgandek ashtaq bir tuyg'u beryapti. Bu endi qutilib chiqsa, u endi bu nimish bo'lib ketdi. To'g'ri, ba'zi savollar paydo bo'ldi, lekin buncha qilib ketishning hech bir hojati yo'q deb qarayman. Shuning bu haqda bir diqqat qilsak, inshaalloh kelaqatim ko'rishishgacha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.